Yaxshi qiz. Agar sir bo'lmasa bugun nechlikka oldingiz? Qanaqa ikki boringiz, neto adresga tushib qoldingiz. Qanaqa adres? Avtobus kutib olmas stanovkada. Sizni ma'lum bir ostanovkangiz bormi o'zi bu ko'chada? Erkaklar uylanmaguncha ma'lum ostanovkasi bo'lmaydi. Qizlarning yerga tegmaguncha ham normalniy ponyatkasi bo'lmaydi. Nima? Men hali yosh qizman, menga yer kerak emas. Sizdek qizlarni aslida muzeyga berish kerak o'zi, yerga emas. Sigaretingizni sal nariroqda chaking, parovozga o'xshamasdan. Qishda chaksam yomonam tutiydi, to'xtamasdan. Qishda? Qizil jinni ekansiz, uchiga chiqqan. Nima? Qizil udostreniyali babnikman, jinnini yo'q qo'ygan. Yoqtirib sevsang shu-da endi ahvol, ha? Babnik ham sevadimi? Qo'ying. Babnik ham bittasini sevguncha babnik bo'ladi. Aldamang. Manda o'tganimda yolg'on gapirmayman. Ko'p gapirmang. Tug'ilganimda hayajonlanib 1 yil gapirolmaganman. Gap qisqasi, telefon nomeringizni 4 ta raqamini bilaman. Bo'lishi mumkin emas, kechagina yangi nomer olganman. Davay sporing, bilsam bitta savolimga to'g'ri javob berasiz. Xo'p, bo'ladi, agarda bilmasangiz, ketimdan boshqa yurmaysiz. Okey, kelishdi. Xullas 99 893 qoyilmisiz? Kuchamda siz kodini aytibsiz. Qizi yutqizdingiz. Yana bitta savol. Qaysi taraf chap, qaysi taraf o'ng? Bu yo o'ng, bu yo chap. Bu yo chap, bu yo o'ng.